Bo'lmasa ko'p qiynamasdan aytay deydi-yu. Yuqoridagi fikrlarga qo'shilaman va to'ldirishga harakat qilaman. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, marketinglik biznes modelni tushunishi birinchi o'rinda pozitsiyalanishga, bozordagi taklifini to'g'ri pozitsiyaga yetkazib berishga yordam beradi. Mana shu biznes modelni tushunib olgandan keyin buni kompaniyasi qanaqa qiymat berayotganligini, o'sha qiymatni kimga qanaqa yetkazib berayotganligini to'g'ri anglay oladi. Agar marketolog bu biznes modelni tushunmasa, u noto'g'ri segmentlarga reklama berib, resursni xato ishlatib qo'yishi mumkin. To'g'ri paysalanish esa mijozi ongida kerakli joyga egallashga yordam beradi. Bu degani sizni resursingizni to'g'ri, kerakli auditoriyaga yetkazib borishga yordam beradi. Bu birinchi beradigan eng katta yordamlaridan bittasi. Ikkinchi beradigan katta yordamidan bittasi marketolog bilishi kerak bo'lgan sabablardan biri marketing xarajatlarini aniqroq rejalashtiradi va samaradorligini oshiradi. Bu biznes modelni bilib olsa marketolog uni xarajatini konkret rejalashtirib qiladi. Hammamizda muammo borku, biznes egasi pul berishi juda ham qiyin. Biznes egasi bersa ham gohida moliyachi pul bermaydi, to'g'rimi? Siz biznes modelni anglab olganingizdan keyin moliyachini oldida, biznes egasini oldida qo'pol qilib aytganda tilingiz ikki qarich bo'ladi. Og'ayni deysiz, men bu narsani bekorga so'ramayapman. Men o'sha pozitsiyamni aniqlaganman, bozorni, klientni bilyapman. Mana shu xarajatni mana shu kanal orqali bermoqchiman. Nimaga? Chunki mana shu kanaldan bizga odam kelyapti. Mana shu xarajatni menga ajratib berasan, mana shuni man samarador bo'lish uchun men o'zimdagi salohiyatni ishlataman degan gapni gapiradigan darajada salohiyati biz bo'ladi. Tiliz chiqadi, qo'pol qilib aytganda. Tiliz chiqish uchun uni siz bilishingiz kerak. O'zimda ham shu muammo bo'lgan. Takliflarda, ideyalarda qilib borganman, pul bermaydi. Takliflar boraman, pul bermaydi. Keyin nimaga o'tib, uni orqaga qarab yurganimizda, shoshma, uni oldin men biznes o'zini yaxshi tushunib olishim kerak ekan. Bunga biznes qanchalik tayyor emas. Mana shu narsaga e, protsesslarimiz to'g'ri keladimi, yo'qmi? Mana shu ishga xarajatimizni qaysi etapiga to'g'ri keladi? Bizga bitta klientni narxi necha pulga tushyapti? Yoki mavjud turgan klientimizni LTVsi qanaqa bo'lyapti? Mana shular bo'yicha sizlar hisoblay olasizlar. Bu esa foydani oshirishga yoki resurslarni isrof qilmaslikka xizmat qiladi. Uchinchi beradigan eng katta yordamidan biri shu boya aytdingiz, Fazliddin yaxshi eslatdi. Shu doim biz sotuv bo'limi bilan, savdo bo'limi bilan problemaga boramiz. Savdoni bir amallab sotuvni ko'ndirsak, boshqa bo'limga problemaga o'tamiz. Agar biz biznes modelni butun jamoa, faqat marketolog sifatida emas, butun biznes egasi jamoasiga tushuntirib bersa, o'zini sotuv bo'limi bilan, boshqa bo'limlar bilan yaxshiroq integratsiya qila oladi. Biznes modelni tushungan marketolog hamkoriga nima deydi, o'sha hamkorga qanaqa resurs sarflatamiz, o'sha faoliyatimiz qanaqa bo'ladi, qanaqa aksiya tashkil qilamiz, qanaqa narx beramiz, bular bo'yicha aniq o'zida qo'lida bir instrumentlar paydo bo'ladi. Boshqa bo'limlar bilan birga ishlaganda ulardagi proseslar yaxshilanadi. Proses yaxshilansa, konversiya bilan sotuvimizga yaxshi ta'sir qiladi. Shuning uchun biznes modelni marketolog sifatida tushunib olganimiz o'zimizga yaxshiroq bo'ladi. To'rtinchisi, shu strategik qarorlarni belgilashda qatnasha olamiz. Ko'pincha bizada e'tibor berilgan, ming afsuski, marketolog bu vizitka chiqarib keladigan, reklama olib keladigan, reklamani pechat qiladigan yoki bir tug'ilgan kun, tadbir, tashkil qiladigan bir tadbirboz odamdek ko'ziga ko'rinadi, ming afsuski. Bunga qisman o'zimiz ham aybdormiz, chunki o'z ustimizda ishlamagan joylarimiz bo'ladi, biznes modelni to'g'ri anglamagan joylarimiz bo'ladi. Faqat kontent reklama deb qabul qiladida biznes egasi. Agar biz uni o'sha mahsulot ichiga tushsak, xizmat nimaligini to'g'ri anglay olsak, uni kanallarda mijozi turlarini konkret belgilab olsak, biz уже marketolog sifatida yig'ilishlarda, uchrashuvlarda hamkorlarimiz oldida уже strategik takliflar berishni boshlaymiz. Mavjud klientlarni qanaqa segmentatsiyasini kengaytirishimiz mumkin bo'ladi yoki mavjud xizmatimizga qanaqa mahsulotlarni yoki xizmat turlarini qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Yangi bozorga qanaqa chiqishimiz bo'yicha o'zimizni takliflarimizni berishimiz mumkin bo'ladi. Va eng men o'zim yoqadigani mana shu, men jирный harflar bilan даже katta qildim. O'zimda kuzatilgan holat, haqiqiy qiymatni yaratishni tushunib olamizda, уже biza samarali kommunikatsiya qilishni boshlaymiz. Reklamamiz samarali bo'ladi. Reklamada o'zingizni ko'rasiz. Yoki sizni
biror bir mahsulot sotib olayotganda u berayotgan kommunikatsiyada o'zingizni ko'rasizda, o'sha og'rig'ingizni eslaysiz va shu mahsulotni sotib olishga yordam berasiz. Bu degani sizni o'sha kommunikatsiyaga sarflagan pulingiz samarali chiqayotganlik bo'ladi. Agar u marketolog kompaniyani o'sha biznes modelini, qiymat taklifini, o'sha unikal savdo taklifini to'g'ri anglay olsa, to'g'ri tushuna olsa, u berayotgan kommunikatsiyada qiymat bera oladi, kuchli xabarlar bera oladi. U xabarlarni orasiga hissiyotni qo'shadi, mantiqiy asoslangan kuchli xabarlarni qo'shadi. Bu bilan esa mijoz bilan ishonchimiz yana ham, aloqamiz yana ham yaxshiroq bo'ladi, ishonchliroq bo'ladi. Brendga sodiqlikni oshirishga bu narsalar yordam beradi. Qanaqa savollar bor? Tushunarli bo'lyaptimi? Men qiyinlashtirib yubormayapmanmi sizlarga? Men xohlardim imkon qadar shu oddiy sodda tilda shu metaforalar bilan tushuntirishga harakat qilyapman. Tushunarli. Hammasi tushunarli. Tushunarli, ha? Mayli gapiring. Aha, bo'ldi. Sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan mavzuning tematikamiz shu edi. Ana endi uyga vazifa. Uyga vazifa sizlarga o'zinglarni korxonalaringizni, imlo xato ketib qolibdi, uzr. O'zingizlarni korxonalaringizni bosqichlarini tahlil qilishinglar kerak bo'ladi. Tahlil qilishda ham oddiy emas. Qaysi bosqichda qanaqa marketing ishlarini amalga oshirish bo'yicha taklif tayyorlaysiz konkret. Meni korxonam mana shu bosqichda ekan. Men analiz qilib ko'rdim, biznes egasi bilan gaplashdim, jamoa bilan gaplashdim. Mana shu etapda ekan. Keyingi etapga chiqishimiz uchun biz mana bunaqa ishlar qilishimiz kerak ekan. Shundan meni bo'ynimga tushgani marketing ishlarini amalga oshirish bo'yicha mana bunaqa takliflar tayyorladim degan sizlarni qo'linglarda bir daftar, unaqa nima deydi, taqdimotmi yoki bir bloknotga yozilgan holatmi bir taklifinglar bo'lishi kerak. Men buni har bitta taklifi tekshirib ko'raman va qaysi joylarda nimalar to'g'rilanishi kerak bo'yicha o'zimni feedbacklarimni beraman. Bu birinchi vazifa. Ikkinchi vazifa, korxonani biznes modelini tahlil qilish kerak. Hozir siz ishlab turgan korxona shu yuqorida sanab o'tilgan 9 ta biznes modeldan 9 ta blokda to'ldirish kerak bo'ladi. 9 ta blogini to'ldirish kerak bo'ladi va qaysi biznes modelga yaqinroq bo'lishi mumkin. Meniki chiqmadi biznes modelimga siz taklif ko'rsatgan 9 ta deydigan holat ham bo'lishi mumkin va bu normal va bu okey, normal. Chunki biznes model har xil bo'ladi va har bitta unaqa uchun xizmat yoki mahsulot uchun bu individual tarzda bo'lishi mumkin. Lekin qaysidir elementlari bo'ladi bir-birida va bir-birini takrorlashi ham mumkin. Ya'ni qaysidir biznes model reklamadan ham pul topadi, ham franshizadan pul topadi, ham kraudsoursiнгdan ham pul topish mumkin. Ya'ni daromad manbalari bor edi-ku, bu 9 talik. Daromad manbalarida mana bu joyda har xil bo'lishi mumkin. Bu sizlarga uyga vazifa. Xudo xohlasa keyingi darsda mana shular bo'yicha gaplashamiz va yana bir marta eslataman, har bitta o'tilayotgan mavzu bir-birini to'ldiradigan zanjirsimon qilib tuzganman o'quv dasturi. Nimaga? Agar siz qaysidir g'ishtni qo'ymasangiz, uyingiz qiyshayib qolishi mumkin yoki qaysidir zanjirda bir-biriga kuchliroq bog'lamagan bo'lsangiz, o'sha joyda uzilishi mumkin. Bu degani ertaga kursdan sizlar ham qiymat ololmay qolishinglar mumkin. Birinchidan aytganimdek resurs ketib qoladi. Ikkinchidan nimadir bo'ldi. Bo'ldi, to'g'rilandi. Ikkinchidan sizlar shu vaqtinglar ketib qoladi, resurs ketib qoladi, pulinglarni yo'qotasizlar. Men esa buni xohlamayapman. Agar o'zinglar xohlayotgan bo'lsanglar, bunga ham qarshiligim yo'q.